Assalomu alaykum. Hurmatli shofyor akalar. Toshkentda nima chaspik boshlandi deyishi bilan shu pavorotga turasiz-ku. Pavorotga turasiz, mana chapga pavorotni yoqdik. Turibmiz mana kutib va mana kutib turibmiz mana. Pavorotni yoqdik, kutib turibmiz. Ana qizil yondi. Qizil yonguncha mana pavorotni yoqib turganlar kutdi. Streshni o'tkazib yubordi. To'g'rimi? Buni turganini ko'rib, Mamatdan chapdan, Mamatdan o'ngdan yashil yonishiga bosib keladi. Signal chaladi yana. Shu kecha o'tirganmisan rulga, bugun o'tirganmisan. Mana bu перекрестка jonivor bo'shamaguncha o'zi qoida bo'yicha o'zi yo'l harakati qoidalari bo'yicha choraqa bo'shamaguncha choraxaga kirish mumkin emas. Mana kelib turdik, choraxani o'rtasidamiz, mana chapda turibmiz. Men qachon chapga burilib ketib choraxani bo'shatmagunimcha o'ng tomondagilar yashil yonsa ham o'tish kerak emas. Mana bunaqa qilib ikkinchi palasidan kelib meni oldimga turib olish ham mumkin emas-da, lekin shu joyi ham bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sal bundoq qaranglar. Haydayotganda mashinani kecha o'tirgan bo'lsanglar ham sal kallani ishlatinglar endi. Mayli endi. Sekin-sekin opit sabrat qilasizlar-ku. Sog' bo'linglar.